Shayton Arafa kuni eng og'ir ahvolga tushadi. O'zini sochlarini yuladi, bilvayli va sabur baqirib, yig'lab aytar ekan: "Men bu bandalarga bir yil mobaynida gunoh qildirsam-u, bular bir kunda gunohlardan qutulib ketsa, bir kunda bularni Alloh subhanahu va taolo kechirib yuborsa" deb Alloh subhanahu va taolo hadis qudsiyda "Innalloh yubahi bihim al-malaika." Alloh subhanahu va taolo Arafa kundagilarni, ayniqsa Arafat tog'idagilarni farishtalarga maqtanib, "Mana bu bandalarimni qaranglar, dunyolarni tashlab duolari bilan mashg'ul bo'lishyapti. Men bularni kechirdim, bularni men duolarini qabul qildim" deb Alloh subhanahu va taolo aytar ekan. Bu mo'min musulmonlarga ba'zi bir eslatma, birodarlar. Bu Alloh taolo tomonidan bo'lgan fazli karamni, ajr azimni, buyuk savoblardan quruq qolmaylik. Arafa kunida roza tutaylik, ko'proq duo qilaylik, Alloh subhanahu va taologa yaqinlashaylik hamda keyingi kun bo'lgan Hayit kunini, Qurbon hayitini chiroyli o'tkazishni